Qaranglar bunaqa top-toza endi qadim bosgani ham sal xijolatda endi qarang. Naylim aka bosaveraymi? Men bosavering, bemalol Bu yuvsa ketaveradi-da buniki. Bu yuvsa ketaveradi, karcherda yuvsa ham hech narsa qilmaydi. Hop, rangi qancha turadi endi buni? Bu rangi 5-6 yil turadi, o'zgarmay. Ham xavfsiz yiqilganda ham sportchilar, bolalar jarohat olmaydi uncha. Shilinish. Yo'q, shilinish shunaqa narsa bo'lmaydi. Ushlab ko'rsangiz ham elastik jihatdan mana yumshoq narsa bu. Qarang. Balandligi, qalinligi 1 santimetr akalar mana. Yumshoqligini ko'raylikda mana qarang. Mana shu narsa ko'taravering. Bu tosh gilam bor, hozir bizda trendga chiqqan tosh gilammi yumshoq narsa. Bu ham xuddi o'shanga o'xshab drenajli xususiyati bor, ya'ni suv o'tkazadi. Undan tashqari yillar davomida rangi yaxshi saqlaydi. Anomal issiq, anomal sovuqqa ham javob beradi. Qanaqa bardoshli desa, gentroq, qani bitta yurib oring birat. Odiljon akamiz Samarqanddan kelib hozir Andijondagi ishda nazorat qilishyapti, ko'rishyapti. Bir nechta obyekt bo'ldi. To'xtang chiqani. Ezilishini ko'raylikchi. Umuman mazza bo'lib qolar ekanda mashinaga bunday yursa. Mana akalar, ya'ni mustahkamligi zo'r. Biz hozir Andijondamiz sport maktabi. Aylana hozir 2000 kvadratmi deyishdi. Mana shu begovoy doroshka bor ekan. Shuni to'lig'icha rezina quyma, ya'ni ko'pchilik buni nima deydi? Rezina burchatka deydi. Lekin bu burchatka emas. Burchatka bu quyma, yangi chiqqan. Quyma, yangicha turishcha quyib berishadi mana. Hozir narxlari, turlari haqida to'liq sizlarga ma'lumot beramiz. Xonadongami, sport sohasidami, bog'cha, ishxona tashkilotlar, katta restoran, choyxonalarda atrofiga ham, parkovkalarga ham asfalt zerikarli deb o'ylasangiz, mahindan bosaversangiz ham bo'ladi. Necha yil turib beradi xudo xolasa biz sharoitda bular? Biz sharoitda 10 yil, 15 yilgacha bemalol turib beradi. Bemalol, foydalanishga bog'liq. Mana shu 1 santisi hozir 1,5-2 tonnali mashinalar bemalol ko'taraveradi. Ko'taradi bemalol. Tushunarli. Video davomida kelar yana ham to'liq ma'lumot beramiz. Bitta like tugmachasini podдержка uchun tirsitkizib bosib qo'ysang bo'ldi, boshladik. Yana bir marta assalomu alaykum qadrli do'stlar. Rezina bruchatka deydi. Yana qanaqa nomlari bor Odiljon aka buni? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Buni nomi bizlar choksiz quyma rezina qoplama deymiz. Bu yaqinda kirib kelgan Yevropa texnologiyasi hisoblanadi. Buni asosan tarkibi balonni maydalangani bo'ladi, drobilkada o'tkazilgan. Keyin poliuretanoviy kley, keyin oddiy rang, kraska, pigment deyiladi. O'sha 3 ta mahsulotdan tashkil topadi. Hozir navbatdagi obyekt Andijonda Asakasiga to'g'ri kelibdi. Shunday. Asaka tumanida ishlayapmiz sport maktabida. Sport maktabini akalar qaranglar. Bu yerda stadionda bu, to'g'rimi hozir? Bu yer stadion ha. Stadion. O'l aylana dumalog'i mana shu rezina bruchatkadan quyilyapti. Voleybol, basketbol plashatkasida ham turishcha quyma choksiz rezina qoplamadan bo'lyapti. Quyma choksiz rezina qoplama. Bu akamiz bilan Toshkentdagi obyektlarni ham bir ko'rsatib bergandik. Qaranglar bunaqa top-toza endi qadim bosgani ham sal xijolatda endi qarang. Naylim aka bosaveraymi? Men bosavering, bemalol Bu yuvsa ketaveradi-da buniki. Bu yuvsa ketaveradi, karcherda yuvsa ham hech narsa qilmaydi. Hop, rangi qancha turadi endi buni? Bu rangi 5-6 yil turadi, o'zgarmay. Ham xavfsiz yiqilganda ham sportchilar, bolalar jarohat olmaydi uncha. Shilinish. Yo'q, shilinish shunaqa narsa bo'lmaydi. Ushlab ko'rsangiz ham elastik jihatdan mana yumshoq narsa bu. Qarang, qo'lingiz, barmog'ingiz botadi. Mana sakratyapti akalar. Shunday. Amalzasi beryapti, dingir. Xuddi basketbol to'pidaqa qattiqligi. Uniki ajoyib qattiq bo'ladi, o'shunaqaga o'xshaydi. Xo'p. Nech kvadrat, nech xil rang, qanaqa shakl? Bu yer jami kvadratimiz hozir aylana begovoy doroshka, yugurish yo'lakchasi 2000 metr kvadrat. Bu yerda basketbol polya 450 metr kvadrat, voleybol polyamiz bor. 300 metr kvadrat. Rangi qizil, yashil. Qizil, yashil hozir bu yerga zakaz bo'lgan, shu zakaz bo'yicha qilib beryapmiz. Yashil, qizil ranglari bo'yicha. Buni chidamliligini tekshirish uchun mashina-poshnalarni ham hozir yurg'izamiz aytganingizdek. Shunday, mashina yurgizsa ham hech narsa qilmaydi buni ustiga. Anomal issiq, anomal sovuqqa javob beradi bu narsa. Necha minus, necha plyus?
-20 gradusdan -30 gradusga ham javob beradi. +40, +50, +60 ga ham javob beradi bu. Formani o'zgartirmaydi, rangini o'zgartirmaydi, turadi. Rangi keyinchalik 1-2 yildan keyin sal to'qlashadi, lekin unchalik rangi o'chib ketmaydi. Hali oqarib ketib bir narsa. Yo'q, oqarmaydi. Buni o'zi serial nima buni tarkibi? Serial tarkibi bu oddiy ballon bo'ladi, maydalangan, ballonni maydalangan, drobilkada o'tkazilgan. Keyin kley bo'ladi tarkibida, poliuretanoid kley deyiladi. И pigment, krasitel. O'shalar bilan ishlayapti. Mahsulotni azar aralashtirib mishalkada. Bu mutaxassislarimiz o'zini qalinligida yozib, ustidan silliqlanib preslanadi. Tushunarli. Bunaqa tarkib. Mana akalar qaranglar, ish jarayoni ketyapti hozir. Ustiga yetib keldik. Bir ikkita joylarda bor edi, hozir bizga yaqinrog'i. Mana shu joy bo'lgani uchun shayda syomkani qilyapmiz, xudo xolasa. Mana ish. Qaranglar. Yashilda alohida, qizilda alohida quyilgan ekan nimaga? Ha, birinchi bizlar yashilni quyib olamiz. Shtrafnoy zonalarda o'rta krugni, keyin qolgan joyda qizilni qo'yib olamiz. Juda zo'r. Yurganda ham oyoqqa ham yoqadigan. Xo'p, buni nafaqat sport uchun, balki xonadon uchun, restoran, kafelar uchun foydalansa ham bo'ladi. Shunday, xonadonni agar yosh bolalar ko'proq bo'ladigan bo'lsa yoki o'ziga komfort his qilmoqchi bo'lsa, bu yangi kelgan mahsulot. Xuddi bu tosh gilamda o'rnini bosadi, yumshoq narsa. Xuddi tosh gilamga o'xshab bu suv qo'yib yuboradi. Tosh gilamda yumshoq, bu. Tosh gilamda yumshoq, shunday. Drenaj xususiyati bor. Drenaj xususiyati bor. Suv quysangiz tagidan o'tib ketadi akalar. Mana yaxshi narsa, qiziqqanlar bo'lsa. Endi hozir bir hozir Begoy daroshkada sayr qilamizda, u yoqda ham bitta ko'rib kelamiz aka. Narxini u yoqda aytamiz. Xo'p, mayli. Mana akalar, ish jarayoni ketyapti. Narigi burchakda basketbol edi, bu yoqda mana voleybol ekan. Qaranglar qanaqa chiroyli, xuddi rasmga o'xshaydi. Odiljon aka, endi kutilgan savolni beray. Narxi qancha aka? Narxi kelishtirib qilib beramiz. Ob'yemga qarab chiqadi. Ob'yemga qarab chiqarib beramiz. O'tgan safar siz Optimda deb aytib o'rgan ekansiz. Ha, Optimdagi narxi endi kattaroq obyektlar bo'ladigan bo'lsa $15 atrofida qilib beramiz. Misol uchun u kattaroq obyekt 1000 dan tepasimi? 1000 dan tepasi. Ha, mana o'zimizdagi 100-200 kvadratlarga 200 metr kvadrat bo'ladigan bo'lsa $20 atrofida qilib beramiz. Chunki akalar olib borish, olib kelish degan narsalar bor-da, logistika to'siq boshqa narsa. O'shaning hisobidan obyemga ta'sir qiladi, narxga ta'sir qiladi bu. Qancha katta bo'lsa, shuncha arzonlab ketaveradi. Shunaqa. 10,000 chiqib qolsa, yana ham arzonlatamiz. 10,000 chiqib qolsa, yana arzonlashtirib 15 tadami? Shunday. Bo'ldi, obyemda chiqaveradi. To'lovli bu usulda. To'lov bor. Hamma usulda to'lov qilsa bo'ladi. Mana shu joyni necha kunda qilib beryapsiz? 2000 kvadrat bu yerda bir hafta vaqtimiz ketdi. 2000 kvadratga? 2000 kvadratga. Xo'p, hozir. Yo'q, bu yer 2900 metr kvadratga. Faqat mana yugurish yo'lakchasi 2000 metr kvadrat. Voleybol, basketbol maydon bilan 2800-2900. Bir haftada qilib beryapsiz. Bir haftada qilib beryapmiz. Shu zo'r ekan, tez bo'lar. Keling, aloqaga chiqaveringlar. Yaxshi, ishonchli narsa. Hovli, uy, bog'chalar, maktablar hamma joyga qilib berishaveradi.